Uch atirgul tikoni. 5 kunlik dunyo serialining 3-qismi 5-noyabr 2025-yil soat 19:05 Milliy telekanalida namoyish etiladi. Ushbu sana tomoshabinlar uchun yangi hissiyotlar, yangi izlanishlar va yurakdan chiqadigan sozlar faslini boshlab beradi. Har bir qism taqdir, muhabbat va ezgulik bilan yovuzlik o'rtasidagi kurash haqidagi alohida hayot lavhasi. Bu safar mualliflar inson qalbining eng nozik tomonlarini ochib berishadi. Vaqtning, mehrning va kechirimning qadrini his etishga undaydigan lavhalar ko'p. Har bir kadrda rejissyorlik mahorati, musiqada esa tuyg'ular kuchi seziladi. Aktyorlarning o'yini esa alohida e'tirofga loyiq, ularning samimiyligi, tabiiy harakati voqealarga hayot baxsh etadi. Serialda sun'iylik yo'q, hayotning ozi bor, xuddi o'sha uch atirgul singari, tikonlari bilan, ammo go'zalligi bilan. Bu nafaqat hikoya, balki har birimiz uchun hayotning 5 kunlik, ammo beqiyos qimmatini eslatadigan asar.